Bugungi videoda vijivaniya qilib qolamiz. Qancha payt vijivaniya qila olamiz? Qishloqda vijivaniya qilsak bo'ldi. Necha kun qila olamiz? Yoz qoldiringlar kommentariyaga. Hozir. Ya o'zinglar o'yinni oxirida ko'rasizlar. Yozib qoldiringlar. Hop. Endi xo'sh, spotiga pulni qilib koyamiz. Ya, hozir o'zimizga havoga ketamiz. Faqat pishganlarni olamiz. O'y, diska. Hop. Rediska. Somon yaxshi. Non qilsa bo'ladi. Hop. Hop. Endi bu yog'i mash'alga o'tib qo'ysam, bittasi tuya bo'ldi ham dash. Bu ayetten temir gelin. Xullas ishimni qilaman. Keyin sizlarga uyimni ko'rsataman. Uyim вообще boshqacha. Yangisini qurmoqchiman. Yangi uy qurishim bo'lsa, ko'p taxta kerak. Ko'p taxtani bo'lsa, daraxtdan olish kerak. Daraxtdan olish kerak. Keyin unga ikkitadan ham ko'p daraxt kerak bo'ladi. Shuning uchun bu agar tugadi bo'lganligi ketaman. O'g'man ko'payib ketyapti, yotoq bo'lsa. Ularni binoni ko'ryapsizlarmi? Ishonmayman. Ey, galab, sandi bo'ldi. Bu galimlarni masban qilyapman, lekin qulayapti. Qoch, kema. Hır urmaysanmi? Yaxshi uka. Qaysan? Izini qo'yish kerak ekan, vestik. Ana. O'zi bu yerda bir xilli kreativda ham o'ynab turaman. Ne shunga narsalarni 64 ta bo'lib turibdi. Versiyadan hozircha to'xtaylar. Versiyadan nima yasamoqchi edim. Mana bu kani o'ylashga qo'yishimda. Ayo, mana izini. 2 soat sindirishini kutish kerak. Bo'larkanmi? Nima qilamiz? Bilgina qo'yib hozircha. Eshigini ham kiradigan joyi dabdala. Shuning uchun yangisini qurmoqchiman. Xo'sh. Ovqat, qornim och. Yo, somondan hozircha qo'ymaymiz. Yana somon yo'qmi? Mayli, hozir non yasab olaylik. Xo'sh, non yasab bo'lindi. Temir, o'taha. Temirga qo'yamiz vallahi o'zimizga. Temir ko'pligini. Xo'sh. Endi bizga sandiqga o'tishimiz kerak. Mayli. Endi qolishimiz kerak. Davay. Hop. Keyin yana nima qoldi?
ishdan yasaylik bu. Noski. Qayerda bor noski? Kiyib olamiz. No. Bekor shunchasini hozir. Mama kiyimmi? Nimaga yasanib hozir? Mayli. Nima qilamiz? Noski yasash kerak. Yo'q, kerak emas. Yasamayman. Uni ichiga kiramiz. Noskini qiramiz. Babini o'shuncha kerak. Anasi ozgina qolib ketgan. Nezirga borish hozircha xohlamayman. O'tda o'lib qolaman-da. Hozircha bizga o'lmaslik kerak. What the hell? Shuncha dema. Nima qilaman men bilan? Ikkinchi temir keltirib olsam bo'ladi-yu. Cho'p. Men becharan cho'pam qolmabdi. Qanday cho'p yasayman? Shuni bilmayman. Darag'am yo'qmi hozir? Yo'q, bor ekan. Davay, temir kirka, temir ketmon, temir topor, temir qilich, temir lopatka ham yasayman. Kerak bo'lsa demoqchi edim. Lopatka yetmayapti. Xo'p qilamiz. Mayli, lopatka bo'lsa keyin nima yasamoqchi edim? Qaychi. Buni yasaveramiz. Kerak bo'lib qolishi mumkin. Hop. Yotağım tepede bormidi. Agar men bilan ularni o'ynamoqchi bo'lsanglar, ularni o'ynamaychilar nega deyim? Chunki men hayratim umuman boshqacha. O'zi bitta yotog'imni berib yuboraman demoqchi edim. Ularni o'ynamaychilar dedim. Demasam ularni o'ynamaymiz. Xo'sh. Ko'miravi umidsa bor ekan. Davay 3 ta cho'p olamiz. Fakirlasa olamiz. Hop. 12 ta bo'ldi. Malades. Olsa qo'ydim. 40 ta no. Ronda 40. Mana hozir ko'rsatamiz lekin hozir ko'rsataylik. Mana hozir. Xo'sh, hozir sizlarga xo'sh. Ana. Xo'sh. Endi nima qilamiz? Temirlarni solib chiqamiz. Voy, bu temir buncha ko'p, hozir sandiqda joy ham qolmaydi desam. Ana, o'sha sandiq to'ldi. Bolalar yana sandiq yasash kerak. Uning uchun daraxt chopish kerak. Daraxt chopish uchun eski toporimizni qaraylikchi, temirdan boshqachasi. Mana taxtalisi bor ekan, anasi kam ekan. Toshlisini ham bo'lsa, toshlisini ham olaman. Yo'q, hozir toshlisi yo'q ekan. Temir olaveramiz. Keyin jang bo'lib qolishi mumkin. Bu qilich bilan temir qilich.